Yoga tipi çiziyorum. Sıra benim bak. Sıra bırak. Oy. Mara. Otur. Bugün sıra benim futbol vakit var uçan. Sen nasıl koyun? Cık. Etme. Sana et doktor. Doktor diye. Hazır ise bugün geçip etki 23:15 dostlar. Madasa. Men dep koyang. Men dep koyang. Men dep koyang. Necha dino. Nimaga bu o'ncha narsa yozib turibdi deganlar bo'lsa, bu esa oldingi videolarimiz sabab shu bilan bu esa zara o'ziyati hozir esa bu ban olgan. Juda to'g'ri. Bittasi banga qo'ygan to'shni. Mana qaranglar. Mana izi ham turibdi. Meteorit bo'lib tushgan. Uxla, qachongacha relis kerak? Uxla. Bugungi videoda nimalar iborat bo'ladi deysanglar, bu survival oddiy. Bu hech qanday qiziq narsa emas. Meni hayotda nima bo'lgan voqealar, o'shalar, men nima qilgan oldinlar, nima qilyapman hozir, o'shalarga sababchi bo'ladi. Voy. Что-то пиздец. Bugungi videomizda do'stlar, men hayotimda nimalar bo'lgan, YouTube'ga kirib kelishimga nimalar sababchi bo'lgan, o'shalarni aytib o'taman. Videoga yoshlar joylashib olgan bo'lsanglar, men bugun videoni boshladim. Hozir otsam portataradi. Voy yo'q, qole. Voy yo'q, qole. Meni ur. Kötü Voy yo'q. Yaşarın gitsin, ciddi oldu. Mayli shu holda ham aytib beraman, bo'lsam men boshladim. Birinchi bo'lib men kanal YouTube ochganman va qanaqa YouTube'ga qiziqish bo'lgan. Men YouTube'da boshlaganimda men juda ham YouTube'ga qiziqqanman va men oldinlari kompyuter ko'rardim va uyda tekshirib chiqishini ko'rardim. Pro hacker bo'ladi, o'shalarni ko'rardim oldinlari. Lekin o'shalarda menga qiziqish yo'qkan va men shu paytgacha shunaqa erishib kelganman. YouTube'ga kirishimga nima sababchi bo'lgan? Men o'zim oddiy. Men YouTube'ga qiziqaman va oldinlari 2023-yilda bitta video qo'yibman. Lekin uni o'chirganman allaqachon shu kanalimda edi.
va keraksiz videolarni o'chirganman, kerakli videolarni qoldirganman. O'shalardan sabab bo'lgan. Ba'zi paytlar YouTube'dan zerikib turaman. Monster yok-ku. İşte creeper. Onlara qanaqa videolar chiqaradingiz deganlar bo'lsa, men hojamlar yani Yusuf bilan videolar chiqarardim. Ko'rmaganlar bo'lsa Ziko, Maka deb yozib ko'rsanglar, o videolar tayyor turgan bo'ladi va 160 ta obunachisi bor. Lekin hozirgi kundan kelib hech kim yo'q. Onun sebebi sır ve short koşmam mümkün. Eğer bunaqa sabablarni ko'pincha chiqarolmagan bo'lsam, shortsdan ko'rishlar mumkin. Men chiqaraman shortsda. Ziko Maka kanalimda men do'stim bilan 4 ta video chiqarganmiz. Uni ham o'tib ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Men onlar nasa platformasidan ham adashganman. Libonasidan adashganman ekan. Meni onlar Discord'ni ochmaydigan paytlar men Ziko deb qo'yishni orzu qilardim. Lekin hozir erishdim, lekin hozir zero. Nimaga deysizlar? Onlar ham zero degan kanalim bo'lardi ham. Men ko'pincha kanal ochganman, lekin jichasi banga kirgan. Bir marta voy. O'rtog'im bilan yo'g'aman bitta yangi kanal ochib. Keyin o'shanda haligi modlar qo'shganmiz. Oddiy Minecraftga. Va boshqacha modlar, qonli narsalar. Balkim o'sha sababli bo'lgan. Bilmayman lekin. Do'stim haqida shortsda aytib o'taman do'stlar. Do'stlar, to'g'ri. O'ziga tilimga gap ham kelmayapti. Chunki juda ham zerikdim. Nima? O'zim ham YouTube platformasida videolar qo'yaman va ko'pincha narsalar qo'yaman. Menga baribir. Mayli. Do'stim haqida ham bu narsalarni aytib o'tiraman.
Ollari YouTube bolasi bo'lmasdan boshlaganda men montajni bilmasdim, lekin bir oylar o'tib montajlarda bilganman, lekin bir kun o'tib men 1K obunachiga ega bo'ldim, lekin u akkaunt hozirga yo'q. Lekin uni parollarini terish kerak. Bittadan yutib lekin bir kun ichida banga tiqibdi. Aytdim unga. Do'stlarim haqida aytadigan bo'lsak, men 10 ga bo'lgandan keyin уже meni maktab yarim tanigan edi. Keyin esa undan keyin menga bir do'stim yana qo'shildi. Uni ismini ayta olmayman chunki ismini aytib keta olmayman o'zi bo'yinga. Saharlar jo'natdi. Men narsaga qo'shilsam bo'ladimi dedi va men ha dedim. Va kunlar o'tdi, lekin unchalik videolar qo'ymas edik. Endi sal filli bo'lardi. Keyin qamoqxonadan qochish va videolar. Hozir qo'lim ham unchalik kelmayapti. Tashqarishni ham o'zim o'rgatganman hammaga. Ko'pinchasi to'g'ri. Facebook, YouTube o'zi serverlarni biladi. Lekin men montaj eng ko'p biladigan odamman. Lekin esa chopish. To'g'ri. Men o'zim qoldim. Qo'lim ketdi bor. YouTube ko'rmasdan o'zimman. Agar siz YouTube kanalingiz bor bo'lsa, lekin hozircha menda iloji yo'q. Shunga videolar qo'yaman ko'pincha. Video chiqarishim bilan ko'radiganlarga kattaga rahmat sizlarga. Nima ham deyardik. Tugadi. Sizlar bilan Funbox bo'lib keladi ko'chguncha men yana bitta video qo'yaman do'stlar. O'shani ham ko'rasizlar degan umiddaman. Hammaga